Hozir sizga Greenleaf korporatsiyasi haqidagi ba'zi bir qiziqarli ma'lumotlarni aytib o'tib ketmoqchiman. Ushbu video kanalning video qismida to'liq joylashtirilgan. Ya'ni ba'zilar bu korporatsiya prezidenti, ba'zilar podelka mahsulot olib qo'yishidan ehtiyot bo'lsin degan ma'noda bu videoni olyapman. Demak, bilishingiz kerak bo'lgan ma'lumotlar. Greenleaf korporatsiyasining 3600 dan ortiq dunyo bo'ylab o'zini magazinlari bor, 26 ta brendi bor, 5000 dan ortiq tovar mahsulotlari bor va korporatsiya brendi 33,67 milliard yuanni tashkil qiladi. Xo'p, yana bilishingiz kerak bo'lgan muhim ma'lumotni aytmoqchi edim. Mana bu narsaga diqqatingizni qarating. Korporatsiya brendi 26 ta brend mana shulardan iborat. Xo'p, yaxshilab ko'rib oling, sababi siz xarid qilayotgan mahsulot poddelkami yo'qmi bilib olishingiz uchun. Courage brendi, Greenleaf brendi, Pink Point, iLife, Cialux, Nilrich, Yibeli, Marvizia pasta, xo'p, Green Pearl, Shaneri ham bor mana bu yerda, Blue Point, Cardly, aynan demak Greenleaf korporatsiyasining brendlari aynan mana shulardan iborat. Mahsulot xarid qilayotgan vaqtda mana shu yozuvlar bo'lsa, bilingki, bu Greenleaf korporatsiyasi mahsuloti. Esingizdan chiqmasin. Bu videoni batafsil video qismida joylashtirganman. Greenleaf korporatsiyasi qanaqa turdagi mahsulotlar ishlab chiqarishi haqidagi ma'lumotlar, xo'p, startoviy naborlar, ya'ni hamkor bo'lganda beriladigan sovg'alar, mana bunisini obzorini qilib ko'rsatganman. Bunisi qilib ko'rsatmaganman, bu ham hamkor bo'lganda beriladigan. Xo'p, demak, sredstvo uhoda, ya'ni o'sha gellar, qo'l uchun, soch uchun, shampunlar, har xil balzamlar, dekorativniy kosmetika, bolajonlarimiz uchun mahsulotlar bor. Polisterta, ya'ni og'iz bo'shlig'i to'g'risidagi mahsulotlar ham bor. Uborka для дома, ya'ni uborka uchun ham mahsulotlar ishlab chiqaradi. Nilrich brendi, badlarimiz, germanskiy. Xo'p, bu esa sertifikatlar. Aytib o'tganimdek, barcha ushbu ma'lumotlar to'g'risida to'liq video joylashtirganman. Sertifikatlarning ham hammasini bitta-bitta o'sha videoda ko'rishingiz mumkin. Bu korporatsiya prezidenti William Su. Mana shu ma'lumotlarni qisqacha sizlarga aytib o'tmoqchi edim. Ya'niki siz mahsulot xarid qilayotganda podelka mahsulot olib qo'ymang.